أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Ekstremizm va terrorizmga qarshi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatimizda Imom Muhasibiyni Risolatul Mustarshidin asarlaridan ba'zi bir joylarini dalil sifatida o'qib shuni talqin qilayotgan edik. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydilar: Julasaullohi yawmal qiyamati khadi'unal mutawadi'unal khaifunal zakirunallaha kathira. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qiyomat kunidagi Alloh taoloning ham majlislari, ya'ni birga o'tirib turadiganlari degan ma'noni beradi, lekin bundagi ma'no ham majlisdan murod Alloh taoloni bandalariga, ya'ni shu bandalariga nisbatan yaqinlik izhor qilishi. U boshqa narsaga qiyoslanmaydi, ya'ni mahluqqa qiyoslanib birga o'tirib turish shakl, hay'at berilmaydi. Qiyomat kunidagi ham majlis deb Alloh taologa yaqin bo'lgan bandalarni aytibdi. Xodiuna, xushu qiluvchilar. Xudu degani, xudu mana masalan namozda ham bo'ladi-yu. O'zi xushu degani bir narsani ichi to'kilib qolganiga aytiladi. Qavunni, boshqa narsani ichi to'kilsa o'zi ham bo'lib qoladi-yu, egilib qoladi, bo'shab qoladi. Namozda xushu bilan turish nima uchun? O'zimizdagi bilagimizdagi kuch-quvvatlarni, muskullarni hech nima sanab, Xudoning oldida o'zi haqiqatan hech nimada u. Shu Xudoning oldida hamma quvvatni yo'q qilib, o'zimizni ichi to'kilib qolgan kabi tutib turishimiz kerak. Mana shu bizni izhor qilishimiz, o'zimiz haqqimizdagi Alloh oldidagi holimizni izhor qilish bo'ladi. Shuning uchun uni xushu deydi. Xudu degani, xudu bir narsani enkayib qolishi. Shu namozda salgina ham bo'lib turamiz-ku, shu xudu deydi. Ana shu enkayib yuruvchilar Xudoning oldida. Mutavadi'un, tavozi qiluvchilar, o'zlarini past oluvchilar. Xoifunan zakirunalloha, Xudodan qo'rquvchi va uni ko'p zikr qiluvchilardir dedilar. Ya'ni qiyomat kunidagi Alloh taoloni ham majlislari dedilar. Ilm talab qilish majlisi ham zikr hisoblanadi. Ko'p zikrga, biz yuqorida o'tganda ham aytdikki, zikrga, jahriy zikrga nima? Ilm majlisi ham kiradi. Masalan, ilm talab qilayotgan odam zikr qilayotgan hisobida, masalan Qur'on o'rganayotgan odam yoki masalan harf yodlayotgan odam ham hammasi zikr. Orqasida nima turibdi uni? Xudoy taoloning kalomini o'rganish niyati turibdi. Innamal amalu binniyat, niyatga vobasta. O'sha zikrga o'tib ketaveradi. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu o'lim to'shagida yotgan vaqtlarida shunday degan ekanlarki, ey o'lim marhabo. Kerak bo'lib turgan paytda kelgan ziyoratchiga marhabo. Shu vaqtida kelyapsan-da, shu. U o'sha sezyaptilar-da. Mana shu vaqtda shunday degan ekanlar. U kishi ko'p duo qilar ekanlarki, ey Alloh, sen bilasan meni. Men bu dunyoda qolishdan maqsadim sharqiroq anhorlarni sababidan emas. So'lim bog'lar, soyalar, meva-chevalar sababidan emas bu dunyoda umr so'rashim. Bilaman, undan keyin bundan zo'rini berasan, bilib turibman. Ishonaman men, undaqa shubha qilmayman. Shubhalangan odam betga ko'proq us qo'yib falak yozib yuboradi. U men aytibdiki, shubhalanmay bundan zo'rini olasan, o'lim bilan u yoqqa o'tganimda bundan zo'rini berasan, va'da qilgansan. Men Qur'on kalomingga iymon keltirganman. Meni bu dunyoda qolishimga sabab bo'layotgan narsa kechalari qoyim bo'lib namoz o'qish, issiq kunlarda ro'za tutib chanqash. Haqiqatda bu dunyoda
oxiratda o'limdan keyin umuman topilmaydigan eng buyuk narsa ham shu. Bandalikni bajo keltirib olish. Alloh taologa imkon qadar yaqinlashib olish. Boshqa narsa yo'qda. O'zi qizig'i tushungan odamga shu bo'lib qoladi. Xudoga imkon qadar yaqinlashish uchun yashashga o'tadi. Qachon? Tanigandan keyin, hamma dunyoning tafsilotini tushirib yetib bo'lgandan keyin insonda shunday hissiyot paydo bo'ladi. Maoz ibn Jabalning yashashlari, muhabbatlari dunyoga emas, undagi narsalarga emas, hayotga. Ruscha qilib aytganda живой bo'lishga, tirik bo'lishga. Tirik bo'lishda bu dunyoda juda katta manfaatlar bor. Hozir sahobalardan ba'zilari bir qabrda oldida namoz o'qib, 2 rakat namoz o'qib, salom berganda qabrdan ovoz chiqqan ekan. Ruhda ovozini eshittirgan Xudoy taolo. Oh, qanday yaxshi sizlarga ya. Biz ana shu 2 rakat namozni savobini, ya'ni mana shu namozni o'qishni shetga kelib yotganimizdan bir orzu qilamiz, iloji yo'q. Qabrdagilar salomga alik bo'ladi, lekin savob olmaydi. Qabrga o'tgandan keyin, o'limdan keyin savob yozilmaydi hech qaysi amaliga. Masalan, hozir ko'chada assalomu alaykum desa, biz va alaykum assalom desak, bizga savob bo'ladi. Lekin qabrdagi savolga, salomga alik bo'lsa, javob bersa, unga u savob olmaydi. Subhanalloh degan birgina zikrni savobiga ular muhtoj. Dunyoda nima qilgan bo'lsa shu, olgani oldi, qolgani qoldi. Tamom. Shunday bo'lgandan keyin Maoz ibn Jabalni to'g'ri tushunish kerak. Biz ham xuddi kayfiyatimizni, dunyo qarashimizni shunday o'zgartirishimiz kerak. Agar dunyo qarash yaxshi bog'larda, yaxshi soylarda cho'milish, bog'larda soyalanish bo'lsa agar, voz kechish kerak bundan. Xato ketyapsiz. Ketayotgan yo'lingizda oxiri jar, tupik. Tupik ham oddiy tupik emas, alovni ichiga borib tushadi. Bu niyat, bu dunyo qarash buzuq. Bu albatta sizga pand beradi. Qachon biz haqiqiy yo'ldan yuramiz? Maoz ibn Jabalni dunyo qarashi bilan ketsak. Bu sahoba, u kishi sahobalarni dunyo qarashi shundoq edi. Keyin odamlar o'zgardi. Manman degan olimlar ham bu dunyo qarashdan ikkinchi dunyo qarashga o'tib ketdi. Masalan, ko'plab. Shuning uchun dunyo menga undagi ne'matlar uchun suyugli emas, balki undagi zikr va ibodatlar kasbi yuzasidan menga bu dunyo sevikli dedilar u kishi. Abu Musa Ash'ari bir kuni Hazrat Umar radhiyallohu anhuning huzurlariga kelib, yarim kechada kirib keldilar-da. Shu vaqtda ham kelasanmi desalar, nima olib kelsan desalar, kamna dindan bir savol javob qilaylik. Shu siqilib ketdim, uyqum qochdi, keldim oldingizga. Ha, mayli kir, o'tirib suhbat qilib o'tirib, "Nega choq bo'lib ketding? Tahajjud vaqti bo'lib qo'yibdi." O'sha nima Abu Musa Ash'ari turib namozga harakat qilmoqchi bo'libdilar. Namoz o'qib olmaymiz, desa, ikkalamiz nima qilib o'tiribmiz biz? Va shu o'tirgan, mana shu suhbatimiz ham shu namozdan kam yo'q. Agar niyating to'g'ri bo'lsa, agar niyat Xudo rizoligi bo'lsa, shu ham uni o'zidan, boshqa gap yo'q. Demak, har qanday diniy, ilmiy majlis ibodat va zikr ekan. Mana shuni unutmasligimiz kerak. Faqat o'sha vaqtda niyatni hozirlash kerak. Ilm talab qilishdan bosh maqsad nima? Aziz bo'lishmi, odamlar ichida ulug'roq bo'lishmi, yo falonchidan o'tish bo'lsa, u niyat buzuq, u zikr bo'lmaydi u. Ming tirishgan bilan. Haqiqiy Alloh taologa yetish bo'lsa, unda marhamat u nima? Haqiqatdan u ilm, u zikr u. Imom Malikning oldida shogirdlari Abdulloh ibn Vahb dars qilib o'tirgan ekan. Azon eshitilganda papkalarni yig'ishtirib narsalarni ha desalar, namozga desa, ketayotganing o'tirganingdan ustun emas. Ya'ni o'tirganing mana shu hozir dars qilib o'tirganing ham o'shanda gap degan ekanlar. Bu endi o'sha farz namozni tashlash kerak ekan degani emas, bu o'shani tushuntirish uchun aytganlar. Ilm olish majlisi ham ibodat u. Ibodat qilib o'tiribsiz. Imom Muhasibiy davom etib ikkinchi masalaga o'tadilar. Eng muhim masala, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan masala. Wabdulin nasihata lillahi va li rasulihi va lil mu'minin.
Vabzil degani o'zi butunlay ajrab chiq. Ya'ni o'zingni butunlay ajrat, soch degan ma'noni bildiradi. Nasihatni butunlay to'kib sol Allohga va payg'ambariga va mu'minlarga. Endi bu yerdagi nasihatni to'g'ri tushunishimiz kerak. Nasihat deganda birovga ma'ral o'qib aql bo'lish tushunamiz biz. To'g'ri, bu ham shu. Yaxshilik istash. Nasihatda asl lug'aviy ma'nosi birortaga yaxshilik sog'inish, xayrixoh bo'lish. Masalan, xayrixoh bo'lish nasihat hisoblanadi. O'zi nasihat, men hozir jo'rakomga nasihat qilsam, men sovuq ichmang, qattiq issiq yemang. Nasihatmi? Nima sog'inyapman shu kishiga? Xayrixohlik, yaxshilik istayapmanmi? O'zi nasihat yaxshilik istash bo'ladi. Asosiysi. O'sha ma'ral o'qishda ham bori uchun shuni nasihat deb tushunamiz, lekin aslida endi Xudo taologa nasihat qanday bo'ladi? U ashitaga tushunmadim. Avval Xudoga nasihat qilishimiz kerak ekan. Bizni nasihatga Alloh muhtojmi? Desa yo'q. Xayrixoh bo'lish. Biz bir kishiga xayrixoh bo'lsak, biz unga nima qilamiz? Uni natijasi nima? Xayrixohlikning natijasi nima desa qilamiz. Xayrixoh degani o'shaning ishi yurishib ketishiga qattiq orzumanda bo'lamiz. Chunki biz unga nosih bo'lsak, ya'ni yaxshilik istovchi bo'lsak agar, chin dildan bo'ladi-da u. Payg'ambarga ham shu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nosih bo'lsak agar, nasihatgo'y bo'lsak, nasihatgo'y emas, yaxshilik, xayrixoh bo'lsak, u insonning ishlari yurishib ketishini. O'sha vaqtda munofiqlar ham ergashgan sunnatlariga, lekin ularning ichida payg'ambarimizning ishlari yurishib ketishini xohlamagan. Ana shu yerda nosihlik yo'q. Kim agar ana shundoq payg'ambarimizga nosih bo'lmasa, u holi komil musulmon bo'lgan yo'q. Nozik joyi shitda. Musulmonchilik nasihat. Chunki payg'ambarimiz din nasihatdir deganlar. O'sha insonda din yo'q holi. Dinni tushunga yo'q. Agar nosihlik bo'lmasa. Ya'ni xayrixohlik, yaxshilik istash. Payg'ambarimizga mana hozir yoningizda bo'lsalar, turing namozni o'qiylik desalar, o'tiraverasizmi yoki yugurib turib oldilarida ko'zlari, nazarlari tushib turganda xursand qilish uchun qattiq harakat qilasizmi? Ana shu xursand qilish uchun shu kishiga xayrixohligingiz bo'ladi. Shu insonni, Alloh taoloni xursand qilmoqchimisiz? Allohga xayrixohsiz, nasihatingiz, nosihligingiz shu. Payg'ambarimizga yaxshi xayrixohmisiz? O'sha insonni nima buyurgan bo'lsalar qilganlarini qilish, ana shu nosihlik. Nasihat qilish deganda ana shuni aytyaptilar. Payg'ambarimizga nasihlik ana shu. Xayrixoh bo'lish. Ularning ko'zlari tushib, nazarlari tushib turmasa ham shu kishi yurgan yo'ldan iqtido qilib, qattiq harakat qilib berish. Mana shu nosihlik. Endi mu'minlarga, musulmonlarga umumiy nasihat u boshqa narsa. Bu haqida hadis keladi. An Ato bin Yazid Layfidan, An Tamim Doriydan u kishi rivoyat qiladilarki, anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, Inna-d-dina nasihatun. Inna-d-dina nasihatun. Inna-d-dina nasihatun deb 3 marta aytdilar. Din nasihatdir, din nasihatdir, din nasihat. Qalu so'radilar. Liman ya Rasululloh? Kim uchun yaxshilik sog'inish? Qala lillah, Alloh uchun, va li kitabihi, kitobi uchun, va li nabiyhi, payg'ambari uchun, va li a'immatil mu'minin, mu'minlarni podsholariga, rahbarlarga, va ommatihim, va hamma mu'minga bir chekkadan. U mu'min bo'lsa bo'ldi. Fosiq bo'ladimi? Muttaham bo'ladimi? Hammasiga nosih bo'lishni buyuryaptilar payg'ambarimiz. Bir chekkadan ajratib emas. Hammaga xayrixoh, hammaga yaxshilik istash. Din mana shu. Dinning mag'izi o'zaga ana shu. Agar kimda shu mag'iz bo'lmasa, unda u hali din shakllangan. Mana shu yerda nozik joyi mana shu yerda. E'tibor qilingan bo'lsa, jumlada din so'zi, nasiha ham, din so'zi ham alif lam mim kirgan ma'rifa bo'lganda, alif lam mim bitta nozik bir o'sha grammatik ishora ham bor. Mufratga alif lam mim kirsa, kamolni, yuqorilikni bayon qiladi. Bu yerda ad-din deb dinning komilligi degan ma'no bor. Birovga yaxshilik istashda. Dinning kamoloti ana shu degani ishora bor.
Endi nasiha ham ma'rifa bo'lib kelyapti, alif nom mim kiryapti. Ya'ni mubtado va xabar ikkisi ham agar ma'rifa bo'lib kelsa, balog'at ilmiga muvofiq hasrni bildiradi. Bu degani ya'ni din faqat nasihatdan iborat. Faqat yaxshilik istash, tamom. Boshqa narsa emas. Faqat degan ma'no chiqadi. To'ka deydi ruschasiga. To'ka nasihat. To'ka birovga mana shu xayrixoh bo'lish. Agar shu narsa bo'lmasa qalbingizda, sizda din yo'q. Kamoloti yo'q dinda. Demak, bularni bildik. Hadisda kelishiga ko'ra 5 nasiha jamlanishi kerak. 5 ta nasiha. Allohga, kitobiga, rasuliga, musulmonlarning rahbarlariga va musulmonlarning hammasiga. Mana. Masalan, ba'zi firqalarga o'xshab, vahobiy salafiylarga o'xshab o'z toifasiga nasihasi bor, xayrixohligi bor, boshqa hech kimga, hammani yonib ketsa, kuyib ketsa, yo'q ketsa-da. Ana shu uchun musulmon boshini yeyapti-da. Mana shu nasiha yo'q, shularda nosihlik yo'q. Omma musulmonga yo'q-da, o'zlarining toifasiga. Ana shu 72 ta firqani hammasida topiladi bu ayb. Mana shu dinga nasihatni yo'qligidan mana shu. Hadisda yana bir yaxshilik istash kimga bo'lyapti? Rahbarga. Odatda insonlar rahbarlarga doim bir g'ashlikda bo'ladi-da. Bir gap bo'lsinmi, ishxona rahbari bo'lsinmi, hammaga o'ziga yarasha birinchisi hasad bo'ladi. Ikkinchisi bir narsa unga bermay, kam berib o'zi yeyotgan bo'lib tuyuladi. Shundan doim g'ashlik bo'ladi-da rahbarga. Shuning uchun aytayaplarki, musulmonmisan, rahbaringga nisbatan yaxshilik, xayrixohda bo'l. Agar podshohga, prezidentingga xayrixoh bo'lmasang, sen holi komil mo'min bo'lib, dinda kamoloting yo'q. Doim rahbarlarga bir yomonlik kelishini istab o'tiradiganlar bor-da. Ular musulmonchilikda alomati ana shularda kamoloti yo'q-da. Dinni kamoloti ana shunda, u rahbar kim bo'lishidan qat'iy nazar, fosiq bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi? Masalan, ishxonalarda aksariyat rahbarlarga bizda nima bor? G'ashlik bor. Ana shu g'ashlikni bilganlar uchun uni alohida omma musulmonda desalar bo'lardi, o'shaning ichiga musulmonni ichiga o'sha rahbar ham kirib ketish kerak. Lekin uni alohida aytib olib, payg'ambarimiz bekorga alohida aytmadilar. Ana shunga yaxshi e'tibor berish kerak. Rahbarga doim bizda g'ashlik bor. Mana shu bizni kamolotimizga yetkazib qo'yadi orqaga. G'iybat ig'vo qilib o'tiramiz. Mana shu kamolotimizga yetkazadi. Mana shu din nasihadan bizni chiqarib qo'yadi. Ko'pchilik rahbarga yaxshilik bo'lishni istamaydi. Unga biror musibat kelib qolsa xursand bo'ladi. Mana shu nosihlik yo'q rahbarga. Payg'ambarimizning bitta ishoralariga itoat yo'q. Rahbarga nosihlik yo'q. Shu illat nafsimizda g'olib bo'lgani uchun ham payg'ambarimiz alohida buni nima qilib qo'ydilar? Rahbarni ommadan ajratib aytdilar. Demak, din to'g'ri anglatilsa, din jamiyatga to'g'ri tushuntirilsa agar, musulmon jamiyati juda ahl va inoq bo'ladi. Agar mana shu din nasihani agar butun jamiyatga singdirilsa agar, jamiyat shu daraja inoq bo'ladiki, bir-biriga ehtirom bo'ladiki, Xudoning amri deb shunga tarbiyalansak, ajoyib bir hayot bo'ladi. U aksincha bo'lsa agar, o'rmon hayotiga o'xshab qoladi-da. Kuchlikni yezaveradi tepadan. Kuchsiz xiyonat qilar arqadan pichoq sanchishga o'tadi. Qarabsizki, o'sha yovvoyi hayot boshlanadi. Nima uchun shu dindagi bu nosihlikni o'zlashtirib jamiyatga singdirgan Yevropa. Islomni ilgari tarqoq arablar qanday bu daraja jamlanib ketdi, bu daraja rivojlandiki, 1000 yil salohiyatni qo'ldan bermay keldi. Buning sababini ular chuqur o'rganib chiqdi-da. Dinimizni chuqur o'rganib, dunyoviy jihatdan foydalanyapti-da bular. Dunyo jihatidan foydalanib, hozir masalan bir kishi aytadiki, Germaniyada ham yurtlarim kelib qoldi. Bir joydan ketayotib, shularga bir narsani ko'rsatdim. Odam ketayotgan ekan, brekda to'xtadimi? Yo'ldiziga to'xtadim, olmalar pishib turibdi. Bittasini shatda uzdim. Uzib shuni yemoqchi bo'lsam, to'xta dedi. Bir kishi shoshib keldi, ha. Bu yerdan mashinalar o'tadi,
tutuniga gazlangan, bu zaharlangan, buni yesang senga zarar qiladi deb kissasidan 10 yevro chiqarib qo'limga berib, ha borsang do'konda bo'lsa 10 kilo olma pulini berdi deydi. Qip qizil begona nemis. Qip qizil. Masalanda. Yo'q, men ser tushundim, pulingiz o'zingizga, menda pulim ham bor, olib yeyman desam. Men shu mehmonlar kelganda ham yurtlar, sizlarni xulqlarini ko'rsatmoqchi bo'ldim deb yerga olmani tashlab mashina olib ketdi deydi. Bular qayta olgan shuni desam, mana shu nima o'shanga muncha zarur. Bizda bo'lsa-chi nima yevilmaydi. Yevilmaydimi? Farq nima bizga? Nammasxon jala olim bo'lib ketgan bo'lsa ham farq qilmay ketaveramiz. Ana shu chin dildan ommaga nasiha, mana shu nosihlik bor işte. Ya xayrixohlik, yaxshilik istash bor. Buni detsatdan ular ballariga singdirdi. Bizdan olib o'zlariga ishlatyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bitta hadislari bor. G'arbni ko'rsatib aytganlarki, qiyomatga yaqin bu yoqda islom bo'ladi, musulmon bo'lmaydi. Sharqni ko'rsatib, bu yoqda musulmon bo'ladi, islom bo'lmaydi. Lekin boyanagilar musulmon yo'q, musulmonni xulqini ko'rsatdi-da kelib. Asli payg'ambarimizga kelgan mana bu hadisga amal qildi, o'zi bilmaydi. Shu daraja yoshligidan o'sha jamiyat singdirib o'zlarini tarbiya. Shu uchun ular oldinlab ketdi. Dunyodagi jannatni yashayapti. Agar biz ham shunday bo'lsak, ham dunyodagi jannatni yashaymiz biz, ham oxiratdagini. Yana bitta holatda aytadi. Olmoniyada boyanagi odam aytadiki, borimiz deydi, bitta kafega kirib o'tirib ovqatni menyuga qarab ishtaha ochib, qarini ochib, katta buyurib yuboramiz. Ovqat ko'payib ketdi. Ishtamni olib yarmi qoldi. Ofisiant chaqirib hisob qil deb hisob kitob qilsak, keldi shundoq qarab, hozir 1 minut o'tirib turinglar dedi. Bir zumdan keyin pulini to'ladik. Turamiz, turgan qo'ymaydi deydi. Bir zumda politsiya kirib keldi. Ovqatlari kelib suratlarga olib protokol yozyapti. Buni sizlar oldinglarmi? Ha, pulini to'ladi. Ha, to'g'ri to'lagansizlar. Bu isrof qilsizlar. Bu tashlanadi bu. Bu sandan keyin bu yerda hech kim yemaydi buni. Xurmachanga siqqancha olsang bo'lmaydimi? Deb 56 real, ya'ni 56 yevro shtraf soldi deydi. Qarang. Bu qayerda bor bu? Islomda bor. Yenglar, ichinglar, isrof qilmanglar degan Alloh taolo. Isrofni harom qilgan. Mana shu nimani hisobiga bu tashlanaversa, bizning joylarda tashlanadi. Ko'p narsa shu achitib tashlanadi. Bozorda qimmatchilik paydo qiladi bu. Bu kimning hisobiga? Och o'tirganlarning hisobiga u. Narxni ko'taradi, kimlardir yeyolmaydi. Nimaga? Talabga hozir mana shunda boylar chiqib, ha deb chiqib, mandarini sotib olib uyga olib kelib sastaversin, mandarini o'shadi. Jo'rakonni yeyolmaydilar. Jamiyatda bir narsani oshirish, shu oshiqcha isrof qilishdan narxi oshadi uni. Umumiy qaralsa shunday. Islom bekorga uni chiroyli qilib odamlarga nosihlik borda endi hammaga. Shuning uchun keragini olib qolganini isrof qilma degan. Mana shu payg'ambarimiz umumiy insonlarga nosihlik. Mana shu bizdan olgan buni. Biz mana Germaniyada o'g'irlik qilganni qo'lini kesadi. Bu aslida qayerda bor? Islomda bor. Ular qayerdan oldi desa, islomdan olgan. Ya u 3000, 5000 yil oldingi Aristotellar kitobini titadi odamlar jamiyat tuzatamiz deb psixologlar shu yaqinda isbotlangan, juda gulkurab yashnagan bir davrda o'tgan bu ta'limotni o'rganmadi deysizmi? O'rganib, qo'llaganidan ko'p oldinga ketib qolyapti ular. Biz amal qilmay orqaga. Barakamiz uchun orqaga ketishimiz shundan. Bizda nosihlik ham yo'q. Belaga xalqda ham nosihlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir sahoba oqar suvga tahorat olib o'tirsalar, isrof qilma deydilar. Oqar suvda ham isrof bor. Isrof bor, bu yoqqa olib qil deydilar. Bizda ekanda noisroflik olib chiqib musurni soylarga, anhorlarga oqizsa, pastdagi o'lib ketmaydi bizga desa. Kasal bo'ladi buni. Hech nosihlik yo'q. Xayrixohlik, achinish xalqqa ana bu pastda xitohlik yo'q bizda. Olib chiqib shuning uchun tashlaveramiz. Mana dinda nosihligimiz yo'q. Biz katta gapiramiz. Mana payg'ambarimiz talab qilgan din faqat nosihlikdan iborat degan narsaga bizda nima yo'q? Amal yo'q.
qarz bermaymiz, qarz aqala. Bor bermaymiz. Qo'y 10 riyalni olib borib, mamga olib yetish. Qarz qaytarib berishga bermaydi. Nosixlik qani etdi. Shuning uchun baraka ham bo'lmaydi. Birov qarz so'rasa betimizdan olov chiqib ketadi. Nimaga? Yeb ketadi deb qo'rqadi. Vaholanki omonatdor birortani aldamagan odam so'rasa ham bermaymiz. Chunki ishonmaymiz, o'zimizdek o'ylaymiz hamma. Allohga nasx, ya'ni nosix bo'lish, unga taslim bo'lishdan iborat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham shu. Nosixlik oddiy itoatdan farqi shundaki, unda itoat chin dildan bo'ladi. Xushxollik bilan xursand bo'lib qilish itoat. Xursand bo'lib itoat qilish nosixlik paydo bo'lgan bo'ladi. Zo'raklikda bu agar farz bo'lmaganda qilmasdim degan ma'noda qimillashda nosixlik yo'q o'sha. O'sha amalga, kitobga yo'q, Qur'onga yo'q, Xudoga yo'q, payg'ambarga yo'q o'sha nosixlik. Chin dildan qattiq berilib qilmayapsizmi? Nosixlik qalbingizda yo'q. Ad-dinun nasihaga amalingiz yo'q. Tushunmaysiz. Mana shu ahvolda yashab, shu ahvolda o'tib ketishdan Xudoning o'zi asrasin. Dinni tushunmay o'tish ana shu. Endi masalan bir narsani yemoqchisiz. Shikolatmi deymi yo boshqami? Tarkibini qo'rqib qidiryapsiz. Xiyolingizda shu toza chiqsa, nosixlik yo'q. Yo agar chin dildan qidirayotgan bo'lsangiz, ichida harom bo'lsa, tashlayman, musurga tashlayman degan ishonch bo'lsa yo'q. Faqat shu uchun qidirayotgan bo'lsangiz, unda nosixlik bor. Kitobga nosixlik bor. Qur'onda harom qilingan narsaga siz nosix bo'lyapsiz. Ya'ni xayrixoh bo'lyapsiz. Chin dildan bo'lyapti u. Agar Qur'on qaytargan bo'lsa, tashlang, tamom. O'ylab o'tirish yo'q. Shu uchun qidirayotgan bo'lsangiz, nosixlik bilan qidiryapsiz. Yeb qo'yib, deb o'tirgan bo'lsangiz, endi bitta hech nima yo'q. Yoki Qur'onni olib, yo hadisni olib bir ko'chada bir odam bilan tortishib qolgansiz bir diniy masalada, Qur'on va hadisni qidiryapsiz. Shetda to'g'risini topib, u to'g'ri bo'lsa tan olaman, itoat qilaman. Agar u to'g'ri bo'lmasa, meniki to'g'ri bo'lsa, unga tushuntiraman degan niyat bo'lsa, agar barakalloh unga. Bu nosixlik ana shunda. Yo'q, endi bir narsa topib uni mot qilishim kerak degan niyat bo'lsa, aroda u nosixlik yo'q, kitobga ham yo'q, hech narsaga. Xayrixohlik yo'q, kitobga xayrixohlik yo'q. Kitob agar meni ziyonimga aytib, o'shani gap to'g'ri chiqsa, bosh ustiga, u obro'mni ustiga tupurib tashlab tan olaman degan astoydil ishonch bo'lsa, siz dinda kitobga nosix odamsiz, xayrixohsiz, nasihat qo'ysiz. Xayrixoh. Chin dildan. Ana shunday bo'lmaguningizcha kitobga dinda komil bo'la olmaysiz deyaptilar. Bugun diniy ilmiy bahslarga ham nusx boy berilgan narsada bahslar bo'ladi. Hamma joyda man yutishim kerak. Mani bobom xato gapirishi mumkin, yoki ustozim, domlom xato qilishi mumkin emas, men isbotlashim kerak deydi. Bu niyat bilan kirishyaptimi? U yerda nosixlik yo'q. Yo'q. To'g'risini qidiraylik. Haqiqatda qidirib, tillo qidirayotgan odamga o'xshab, u topsa ham xursand bo'lsangiz agar tilloni bir to'da bo'lib, sizni tillongiz yo'qolgan bo'lsa-yu, birgalashib dushman tortishuvchingiz ham qidirayotgan bo'lsa, u topsa ham xursand bo'lishingiz kerak. Bo'lasiz. Agar kitobga nosixlik bo'lsa, xayrixohlik bo'lsa, o'shani amriga, o'sha yerda sizni ziyoningizga bo'lsa ham, siz tillo topib olganda xursand bo'lishingiz kerak. Ana shunda kitobga siz nima bo'lgan bo'lasiz? Nosix bo'lgan bo'lasiz. Haqiqiy xayrixoh odam bo'lasiz. Kitob nima desa shu. Meni obro'mni roli yo'q bitta, uni yo'q. U kimni gap to'g'ri bo'lsa, uni farqi yo'q. Kitob muhim bo'lishi kerak. Shunday yo'qmisiz? Nosixlik yo'q. Hozirgi ko'p ulamolarda ham yo'q uchun yuzida baraka ham yo'q, odamlardan o'shanga nisbatan mehr ham paydo bo'lmaydi. Nimaga? Nosixlik chin dildan yo'q. Hammasi o'zini arozida manlik bor. Manlikka sig'inadi ko'proq. Nosixlik faqat manga, o'ziga. Payg'ambar, ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda A'rof surasining 68-oyatida aytadiki, payg'ambarlar tilidan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Uballighukum risalati robbi va ana lakum nasihun amin.
man Rabbimni risolatini yetkazmoqdaman xolos. Va sizlarga o'zimga emas, va lakum va ana lakum nasihun. Nasihatchiman, ya'ni xayrixohman, yaxshilik istovchiman, faqat ochiq. Tokkasilarga. Ulamolar aytadiki, lakumni o'rtaga kirishi, sizlar uchun oldin kelishi, o'zini chiqarib tashlash. Mana shu ham grammatikda qoida borda, o'sha grammatik qoidaga binoan payg'ambarlar jannat uchun qilayotgan yo'qligini bildiradi o'sha. Jannat sama-saboy. Uni o'ylab chiqmagan da'vatga. O'sha xalq ham kim u? Kofir, musulmon ham yo'q. Hozir biz masalan xayrixoh musulmonlarga bo'lyapmiz u. Payg'ambarlar g'iyb o'zlariga qarshi kofirlarga ham nosih bo'lgan, xayrixoh bo'lgan, yaxshilik istagan. Faqat sizlar uchun, o'zimga emas. Bitta ham o'zimda nimam interesim yo'q bitta demoqchi bo'ladi. Ana shu oyatdagi lakumda oldin kelishi, o'z interesim ham yo'q, meni qiziqishim ham yo'q boshqa narsaga. Alloh amr qilgani uchun sizlargagina yaxshilik istab. Haqiqiy payg'ambarlarni vorislari, olimlar ham odamlardan bir narsa umid qilib suhbat qilmaydi. U maqtov bo'lsin, obro' bo'lsin. Xoh, jannatni ham chiqarib tashlaydi. Dasturxonlarda to'rida o'tirishni ham chiqarib tashlaydi. Shundoq ham bo'ladi-da, u dasturxonda to'rida o'tirish shundoq ham bo'ladi-da, uni shuni o'ylamasa ham bo'ladi-da u. Jannat ham shu. O'sha qavmni najot topishi interesli bo'lsa, agar qiziqsa shunga nisbatan xayrixoh bo'lsa, o'sha qavmga nisbatan achinuvchan bo'lsa, shular tuzuk bo'lsin degan g'am bo'lsa, agar o'shandagina u nosih bo'ladi, haqiqiy payg'ambarning vorisi o'shanda bo'ladi. O'shanda bo'lmadimi, u olimda ham baraka yo'q. Gap ham ta'sir qilmaydi hech kimga. Yo'qmaydi. O'sha gapni eshitsang uyqung keladi. Charchatib tashlaydi uni gap. Chunki uning ichida orqasida o'zi yashirib turibdi-yu, man bor. Ya'ni o'sha suhbatdan, o'sha nasihlikdan maqsad faqat o'zi, nafsi. Gunohini Xudo kechirish bo'lsa ham daji payg'ambarlarning nimasidan chiqib ketadi. To'g'ri, unga bir muncha foyda bo'ladi, lekin payg'ambarlarning vorisi u darajadan tushadi. Hammasini chekka olib qo'yib, o'zini butunlay chetkaga otib yorib, faqat xalqning g'amidagina bo'lgan olimgina payg'ambarlarning vorisi haqiqiy bo'ladi. Shundoqa vorislar oxiratda kamayib ketishi haqida payg'ambarimiz ko'plab hadislar aytganlar. Shuning uchun ham xalq sarsonu sargardon, gap ta'sir qilmaydi. Qotib qolgan, jimot bo'lib qolgan. Qalblar qotgan, tosh qotgan. Qimillab ham qo'ymaydi. Chunki ajr mukofot u aniq ravshan narsa. Payg'ambarlar uni biladi, shundoq ham beradi Xudo. O'shani o'ylab chiqmaganda ular da'vatga. Qur'onda aytibdiki, faqat sizlarni o'ylab, sizlargagina nosih bo'lgan holatda. Hatto o'zlarini so'kayotgan, o'zlarini haqorat qilayotganlarga ham yaxshilik nisbat berib sog'inganlar. Endi farazan payg'ambarlar Alloh ajr bermaganda shu da'vat qilarmidi? Qilardi. Aniq qilardi. Ajr yo'q sizlarga, lekin qilinglar desa ham qilardi. Chunki ularga shunday bir balans stepin bergan ediki qalblariga, odamlarga nisbatan. Shuning uchun payg'ambarimizni ummati deganlar faqat. Oxirgi jonlari chiqayotganda ham aytadilarki, ummatim deb oxirgisini juda ham zaif holatda aytib, shu bilan jonlari chiqib ketgan. O'sha bu odamlarning mehrini u insonga qayrish uchun aytilgan yolg'on yashiq emas-da bu. Bo'lmasa shu vaqtgacha yetib kelmasdi u. U chin dildan bo'lganda u Xudo ana shunday yaratgan. Farzandingizga shundoqmisiz? Ha. O'z farzandingizga qandoqsiz nosig'likda, xayrixohlikda. Qo'shnini balasiga ham shundoq bo'lsangiz, akangizni balalariga ham shundoq bo'lsangiz agar, siz haqiqiy omma musulmonga xayrixoh, nafaqat musulmonga, payg'ambarlar kofirlarga shundoq bo'lgan. Aqallar bizga aytiblarki, musulmonlarga, omma musulmonga bo'ling oxir. Kofirlarni ham ko'rsangiz rahm shafqat qiling ularga.
Bu bechoralarga oxirat yo'q, rahmi kelish kerak odamni, ichi achish kerak. Shundan gapirish kerak. Musulmon qilib olsam, pulni sog'ib yuraman, bu boygina odam deb o'ylashsangiz, o'sha ma'ruza qilib o'shanga yerda u nosihlik yo'q yerda. Haqiqat ham yo'q. Payg'ambarlar undaqangi bir narsadan tamagirlik qilib da'vat qilmaganda. Shuning uchun bu bo'lmaydi ham keyin. O'tmaydi, o'sha gap ham ta'sir qilmaydi. Bugun ko'plab olimlarning da'vatlaridagi ruh kimdir chiqib shu nima qilyapti? O'sha manfaat. O'sha odamlardan bo'lgan manfaat. Shundan kimdir yezish yo. O'sha suhbatda bir kishi o'tiribdi, shuni yezib o'tirish. U ziyonu bir dona savob olmaydi. Agar hadis va oyatni ishlatayotgan bo'lsa o'shanga. Qur'onni suiiste'mol qilib yomon niyatda qo'llagani uchun gunohkor bo'lib o'tiribdi. Shunaqa odamlar ham bor-da, shu o'tirsa, bunda bironta nima kelib qolgan bo'lsa, o'ziga yoqmagan odam aylantirib shunga uraveradi, aylantirib. Suhbat bitta buzding, kasha qilib tashlading payg'ambarlarning ishini, chavlib tashlading, harom qilib qo'yding. Shunday pokiza so'zlarni haromga aylantirib tashlaysan sen. Yoki bir begona odam kelib qolgan, bu o'tirganlar buni biladi, gapirgisi kelmay o'tiribdi, chunki olimligini bilib bo'lgan. Endi bularga yana shu olimligini ko'rsatganimni bular biladi. Endi yangi kelib qolsa, uyqulari ochilib, nimaga juda xuruz bo'lib qolsa agar, changallab qolsa, qasar bo'lib qolsa agar, niyat o'sha bitta odamga o'zini ko'rsatish ketyapti bu yerda. Bu yerda din yo'q. Bu yerda nimaga nasihat ham yo'q, uni ruhi ham yo'q. Dinda haqiqiy ruhi yo'q. Mana shundoqalar bizni kasha qilib tashladi shu vaqtgacha. Hozir ham shunaqalarni kasofatiga dinimiz amalsiz odamlar. Beamal qolaveramiz. Din mana shu. Ana shu din. Asosan din deganda ana shu xayrixohlik. Shu yo'qmi sizda? Holi shakllanmagan din. Chunki ad-dinun nasiha degan hadisdagi ma'no bekorga aytilayotgan yo'q. Yaxshilik, xayrixohlik ana shu din shu. Qolgan amallar shuni soyasida ketadi. Shunda soya bo'lmasa, endi yerda ancha narsa xarob hisoblanadi. Kimki tinglovchilardagi yaxshilik, o'shalardagi bir yaxshilikdan bahramand bo'lishni niyat qilgan bo'lsa, ularga bir yaxshilik bo'lishni istamayotgan bo'lsa, asosiy maqsad shu bo'lmagan bo'lsa, u suhbatdan ma'no yo'q, u suhbatdan baraka yo'q. Shuning uchun bu fosiq bo'ladi xolos odam. Hatto fosiq musulmonga, ateist, mulhid o'ziga qarshilik qilib o'tirganga ham dindan gapirayotganda o'shanga shu qaytishini orzumanda bo'lib gapirish kerak. Shu yaxshilik, najot, dunyo va oxiratda o'sha najot topishiga interesivatsiya qilish kerak. O'zi uchun emas etday. Hatto shu suhbatimdan jannatga kiraman degan narsani yoqib qo'yish kerak-da. Shu payg'ambarlarning ishida bu. Payg'ambarlar dinni ma'shda qo'yib kelganda, u shu uchun dinimiz ustun. Nosig'lik yo'q bo'lgandan keyin, shu xayrixohlik yo'q bo'lgandan keyin u dindan ma'no, o'sha ruhi ketadi, haqiqiy ruhiyati ketadi. Chunki yuqoridagi oyatda payg'ambarlar, ey kofirlar, men sizlarga yaxshilik bo'lishni istayapman. Yaxshilik bo'lishni istayapman deyaptilar. Mana ko'rdingizmi, islom qandoqa din aslida. Dushmaniga ham yaxshilik istovchi narsa u. Insoniyatga yaxshilik ilinuvchi bu din. Hatto kofirga bo'lsa ham da'vat unga hukm o'tkazib moliga ega bo'lish emas. Yoki oldida bir daraja qozonish emas. Uni dunyoda saodat topib, oxiratda abad baxtga qavishishga jon ko'dirish. Mana shu qiziq bo'lish kerak uchun. Mana bu narsa topilmaydigan eng anqoniy urug'i bugungi kundagi olimlarda topilmagan narsa mana shu. Da'vatdan mana shu ruh ketsa, uni o'rniga hukmini o'tkazish, o'ziga muxlis to'plash,
odamlarga baqirib chaqirib murojaat qilib ustunlikka erishib olish. Masalan, mana shu tuyg'ular paydo bo'lsa odamlardan odamlarning jur'atini sindirib olish. Jur'at qila olmasin gapirishga. Shundoq gapirayki, mana niyatni qara. Bu buzuqlikni qara buni, qaytga olib kirib olganini. Ba'zilarni kofirga chiqarish, do'zaxga oti yetib qo'yish, mana shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, mana shunga qorishib ketgan bo'lsa, bu payg'ambarlarning sunnatidan mutlaqo chiqib ketgan odam. Mutlaqo. Payg'ambarlar bundoq bo'lmagan. Alloh xohlagan sunnati bor payg'ambarlar mana shu. Xudo mana shuni xohlaydi. Shundan chiqib ketgan odam u. Da hech narsa yo'q. Bu da'vatdan manfaat ham ketadi. To'g'ri, bir buncha o'zi istagan ba'zi bir hollarga erishish mumkin, odamlar hurmat qilib, deyishi mumkin masalan, yoki masalan hurmatga e'tibor berishi mumkin, masalan boshqa. Lekin oxiratda oqibat xayr yo'q. Bu suhbatda xayr yo'q. U 1 yillik nafl namozi ham yo'q edi. Savobi ham yo'q. Ko'rdingizmi? 1 yillik suhbat o'tkazib 1 yillik nafl namozini olish ham oson ish ekan. Bu niyatlarga, qalblardagi holatlarga qarab baholanar ekan. Bu o'qitilgan farishtalar qarab turibdi. Biz kimni aldamoqchi bo'lamiz? Shuning uchun din nasihat deyishdan murod masalan kishini nusxi qancha bo'lsa, dini ham shu darajada bo'ladi-da. Dindagi nusxingizga qarab. Masalan, ba'zilarda o'z balasiga samimiylik bor, yaxshilik istash bor, ammo ukasining balasiga yo'q. Otasiga bor, qo'shni dadasiga yo'q. Bundaqa kishi komil musulmon emas u. Ay shu komil musulmon emas, deb qo'yavering. Chunki din nasihat deganda 5-inchisi ham hamma nimaga mu'minga, musulmonga, hamma insonlarga yaxshilik sog'inish, hammaga barobar bo'lish. Ya bu qiyin shu. Ya sen shundaqangi xato yo'lga, xato xarakterga kirib qolganing uchun sen uchun endi bu tegirmon toshini ko'tarib chiqishdan ham qiyin endi. Endi ballaringni shunday qilib tarbiyalada qala. O'zingga uddal olmading endi deyarga. Deyiladi-da. Endi harakat qilish kerak-da, odam o'zgarish endi. Bu o'limgacha vaqt bor, hammada imkoniyat bor, fursat bor. Shundaqangi din va nasihatda haqiqiy dindor bo'lib, haqiqiy dindorlik mana bu. Dindor bo'lib oxiratga bormoqchimisiz? Marhamat, yo'l, holi, fursat bor, amalga imkoniyat bor. O'rganish kerak. O'rganmasangiz buni kim aytadi? Bunga dadangiz ham, bobangiz aytmagan ishlar, gaplarda bular. Agar shu ruh bo'lsa, da'vatchi faqat boshqalarga yaxshilik istabgina gapirish kerak. Faqat odamlarga foydasi bo'lsin uchun. Mana shunga o'rganish kerak o'zini. Boshqa ehtimollar butun hammasini niyatini to'g'rilab olish kerak. deb o'tirdimi? Bir chuqur o'ziga e'tibor berish, nima niyatda meni bu yerga turtkin bo'layotgan bu suhbatga turtki nima? Shu insonlarga yaxshilikmi? Shuni mashqini olish kerak-da. Amallar nima? Niyatlarga bog'liq bo'ladi. Bu niyatlarga qarab daraja topaverasiz. Niyatingizga qarab qay darajada shu darajada olasiz. Uni hammaga badbaramanchidan savob degan joyi yo'q. Savob olish ham oson yo'q bu dunyoda. Bu o'sha din nasihatdir degan nimaga 100% amal qilayotgan mo'min bo'ladi shu. 100%. Hatto dunyoviy bo'lgan ishlarda ham odamlarga yaxshilik niyatini birinchiga qo'yadi u. Masalan, tijorat qilgan kishi avvalo o'z manfaatini ko'zlaydi hozirgi kunda. Ammo payg'ambarlar sifati, ularni sahobalarining sifati nasihlik bo'lgan. Bu daraja boshqa daraja u. Boshqalarga istagan yaxshilikdan. Masalan, Hasan Basriyning shogirdlaridan bo'lgan Hasson bin Abu Sinon bozorda shakar sotib juda katta boy ekanlarda, juda ham shakar furush ekanlar. U kishi aytar ekanlarki, shu faqirlar bo'lmaganda men tijorat qilmasdim der ekanlar. O'zimni qanimga bo'lsa bir joydan boshqa ish qilardim. Shu tijoratdan har yil mana masalan biz beva bechorani haqqini ajratamizmi?
ushurini ajratamiz, narsani tijoratdan har yilda bir masalan zakotini beramiz, 40 ta qo'ydan bittasini beramiz. U kishi 39 tasini berib bittani o'ziga olib qolar ekanlar. Gaplariga isbotni, endi ja balandparvoz gapirib, yo'q o'rtoq. Lekin tarixda ishlariga qaraylik, keyin xulosaga shoshmang. U kishi bir yillik o'zlariga, oilalariga yetadigan narsani shuni olib qolar ekanlar, u pulni. Bir yilda topganlarini solib, hammasini beva-bechoralarga tarqatib, hammani xursand qilib berar ekanlar. Mana bu nosixlikni qarang, bor xalqqa xayrixohlik, beva-bechoraga nisbatan. Bu gaplariga javob berganlar-da, shunday yashab berganlar. Lekin rasa ishlari yurishganda bir kuni bir qishloqdan shakar qamish yetishtiriladigan asosan bitta qishloqda bo'lar ekan bir yurtda. Shu yerdan bir do'stlari kelib qolyaptiki, shakar sotasan, shakaringni ekonom qil. Ha, bu yil shakar ko'tariladi. Chunki yaxshi bo'lgan yo'q, tagima bozordagi ketadi debdi. Shundan keyin risk kamayadi, narx oshib ketadi buni debdi. Bu inson turibdilar, sekin ertasi kuni bozorga chiqib borib, boshqa bitta katta shakar furush bor ekan. Uni shakarni ham sotib olibdilar. Olib kelib, taxlab, lekin shu yerdan xijil bo'lib qoptilar-da. Shuni shakarini oldimu, narxda oshishini bilardim, aytmadim-da deb. Shen boshqa ishlardan bo'lib, haqiqatan 5 oymi 4 oy o'tgandan keyin shakar osmonga ko'tarilib bir necha barobarga oshadi. Tassar pul qilib tashlaylar-da. Pulni qilib kelib uyga xursand bo'lib, shuni kelib oynaga ichga qarong'ulik g'ulg'ula tushadi-ku. Mandagi nosixlik qani? Shakarfurush odamga o'sha hamrohimga, do'stimga bo'lgan nosixlik, ya'ni xayrixohlik qani, nimaga aytmadim? Mumkin aytganimda u yarmini sotib, yarmini olib qolarmidi? Yo butunlay olib qo'y, u ham saqlab qo'yarmidi? Menga sotmasdi deb-chi, pulni hisoblab chiqib, o'sha foyda bor-ku, hammasini olib boyana odamga ketdilar. Birodar, men senga aytsam, shundoq, shu vaqtda senga shakar qimmat bo'lishini bilib, men sendan kelib oldim, senga indamadimsa, o'rtoq, men pulingizni, shu pulni ko'nimda xijil qilib qo'ydi shu narsa, meni senga olib keldi. Bu seni shakaring puli. Oshganini puli mana shu. Desa, yo'q, olib ketaver. U men senga normalni foyda bilan o'zi sotganman. Men o'zi o'sha vaqtda o'sha narxdan o'zi rozi bo'lgan narxim u. Ikkalasi tortishib, bu mijing bo'lib o'tiryaptilar. O oxiri bu deb tur, pulingni boshingdan qolsa, chiqaman ishdan qoldim, surib chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqibdi odam turib, yana qayta urib kirib, "Ey, men qasam ichgan Xudoga. Shuni olmasang men o'zimga kelmayman, men mazam qochadi." Ol deb shart tashlab ketgan ekan. Mana bu ikkalasining holatini qarang-da. Endi ana u shakar sotganni ham qarang-da. Agar hozir biz bo'lsak, yashang taqsir keling. Ha mayli yarmini olib qo'ya olmaysizmi? Ha mayli keling, olamiz. Man degan taqvodor olib qo'yadi. Ha xayrli ishlarga ishlatamiz, mayli. Ha xayora bo'libsiz deb qo'yamiz, olib qo'yaveramiz. Ularning ahvolini qarang. U o'sha payg'ambarimizdan 300 yil ichida yashaganlardan-da bular. Odamlar qanday bo'lgan? Islom qanday bo'lgan? Qarang, islom qanday bo'lgan? Hozir mana shu yerda shu jamiyatda hamma shunday bo'lsa qanday bo'lishi mumkin? Bir tasavvur qiling, yer yuzida jannat bo'lmaydimi? Bo'ladi. Yevropada ko'proq dunyoning jannatlashib ketishi mana shu amallar ular o'zlashtirib tabiatiga, yoshlikdan tarbiyasiga shuni kirityaptilar-da, mana shu narsalarni. Bir-biriga xayrixohlikni, bir-birining haqqiga xiyonat qilmaslikni. Endi qarasangiz, bu insonni qilgan ishi xato emas. Borib aytmasdan olgan, o'sha aytgan narxiga olgan, hech narsa emas. Lekin uyiga kelib nima deydilar? Allohdan unga shukrlar bo'lsinki, meni jahannamdan qutqargan Rabbimga shukrlar bo'lsin deydilar. Jahannamga kirish deb ko'ryaptilar shuni. Lekin u fiqhga qaralsa, fiqhda unda xato yo'q. Bo'laveradi. Biz faqat shuni bilib olganda, biz matematika qilib olgan. Fiqhda bo'lsa, ya'ni shart aylantirib ketaveramiz endi. Lekin fiqhda tagida din tursa ham unda bo'ladi-da. Fiqh o'zi dinning ustiga qurilishi edi, bo'lsa u matematika bo'lib qoladi. U fiqh o'sha fransuzlarda ham bor. Fransuzlarning hayotida 95% Maliki mazhabini fiqhini qo'llar ekan ular shu nimalariga, qonun qoidalariga. Tekshirib chiqsangiz Maliki mazhabning 95% shularning nimasida bor ekanda fiqhimiz, qonun qoidalar.
O'sha yaxshi samara berishi jamiyatga bilinib o'zlashtirilgan din yo'q, lekin uni qo'llayotganlarda din yo'q. Savob oxiratga nima yo'q. Shuning uchun o'shalarga savob ham berilmaydi, din ham yo'q. Din qachon bo'ladi desa, tagida mana bunda qangi holat, shuni ustida fiqh bo'lsa, keyin u din bo'ladi. Mana shu yerdagi ikki tijoratchiga ham holiga qarasangiz, nazar solinsaki, ikkovi ham haqiqatda bir-biriga nosihlikni ko'rishingiz mumkin. Qalbda dunyoni muhabbati bo'lmasa, mana shunaqa bo'ladi odam. Qalbda dunyoni muhabbati bo'lmasa, qizg'onchiq bo'lmaydi odam. Bir yo'l topib, shu birontani manfaatdan mahrum qilishga o'tamiz. Biz qalbda nima yo'q? Muhabbat kuchli dunyoga. Shuning uchun bizni kechagi uyqumizni qochiradi. Qarz olsa, tamom bu yeb ketadi degan qo'rqinch, vasvasa bor. Dunyoni o'tda yaxshi ko'rishimizdan mana shu. Qalbda birinchida dunyo turmaganini isboti mana shu. O'shalarda ko'ringan narsa shu. Masalan, bizning davrimizda omini qo'yib turavering. Ancha-muncha ilmi bor, olim ham hubbi dunyo deydigan darga muhtara bo'lgan. Bular tog'im birovlarni nechit qilmoqchi bo'ladi. U o'zing kasal, u qatdan birovni nechit qilasan. O'zi kasal qanday davolaydi? O'zi kasal u. O'zi sahih sog'lom bo'lsa, keyin birovni davololadi. Shunaqa tabib yo'q bo'lib ketgani uchun hammani qalbida shu kasallik 100% egallab olgan. Tabibi yo'q. Pichoqqa ilinadigan. Hammani qalbi to'la xuddi dunyo. Bu juda achinarli holat, agar tushunsak agar. Hasan ibn Abu Sinonga qarang endi mana yuqoridagi holatiga. Shu pul menda qolsa do'zaxga kiritadi, kuyaman degan qarash bor unda. Shu nimadan o'sha? Fiqhga amal qilmagandan fiqhga amal qildi u, to'g'ri qilgan. Fiqhga olsangiz to'g'ri. Lekin ad-dinu nasiha yo'q edi. Din nasihatdir degan hadis yo'q. Shuni amali yo'q edi. Odamlarga xayrxohlik ketdi mendan, din ketib qoldi deb qo'rqgan u kishi. Yunus ibn Ubayd u kishi ham o'sha davrda yashagan olimlardan, savdogar bo'lgan ekanlar. Masalan, bir narsa, har narsa sotar ekanlar. Masalan, choynak deylik. Choynak savdosiz yurishib ketib qolib, narxi sal oshib qolsa, shogirdni jo'natar ekanlarda kulolga, bazaga. Borib, mana shundan olishdan oldin ayt. Narxi oshdi. Savdosi chaqqon. Aytib, keyin o'ziga qara. Sal oshilsa, o'sha oshirganiga ol. O'sha narxda bersa olaver. Bir marta borib ayt. Buni qarang, bizda hozir qanaqasi bur hech kim indama. Hech yolg'on gapirmasak ham katta gap shu yerda. Borib, bo'lmayapti. Tushib ketdi narxi. Tushasmi kabitim deb aylanmasak ham katta gap. Biz borjo'n olib ketsak ham. Holaki borib oshib ketyapti, savdosi chaqqon buni deb aytishda tursin. Shuning uchun baraka yo'q. Shuning uchun topgan pulimizga bir kasallik chiqadi, bir balo chiqib, bir yoqqa yetib beramiz. Va yana o'ylash yo'q. Oxiratga manfaat ham yo'q. Ana shunday nosihlik yo'qolgani uchun. Mana shunday odamlarga xayrxohlik bo'ladi mana shunda. Borib indamay olib kelaver demadilar. Borib aytib olib kel. Masalan. Mana shu yuqorida keltirgan Hasan bin Abu Sinoni yuqorida birinchi shakar furush deyishi fiqhda halol. Bunisida ham halol. Borib indamay olib kelaversa bo'laveradi. Chunki o'zini xohlaganini qo'ygan narx olaverasiz. O'shani yashirmaslik unga xayrixohlikda to'g'on bu ham foydalansin agar xohlasa. Oshganidan kamidimi oshirsin po'stda. Bozor ochdi-ku. Shuning uchun bozorlarda baraka yo'q. Shuning uchun o'sha ko'pchilik o'sha bozordan qilib yegizib ballarida nima yo'q? Taqvo yo'q, itoat yo'q, odada buyaga mehr yo'q, urib o'ldiradi sal qolsang. Va shunaqa qilib tashlaydi Xudo taoloning ishi. Keyin u o'sha pullar qor mana shunaqa odamga aylantiradi. Insult qilib bir joyga qilib yotqizib, rasvo qilib o'ldiradi keyin.
Shunaqa kuydirib ishlar qiladiki, shuni yegizasiz-ku. Bu yoqni o'ylash yo'qda bizda. Mana shu yoqni o'ylash yo'q. Shuning uchun biz orqadamiz. Juda ham uzoqda. Orqada bo'lganda ham ancha orqada. Shuning uchun mana shu Qur'onga amal, mana shu hadisga amal mana shu. Birodarini o'zidan afzal ko'rish mana shu. Mo'minga o'ziga yaxshi ko'rgan narsani mo'min birodariga yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mo'min bo'la olmaydi. Hadisi mana shunda ko'rinadi-da. Ular shu dunyodan maqsad bilib turganda bu dunyoni mana Juma akomda bir zumda mana Juma akom kecha bordilar, bugun yo'qlar mana. Shu inson mana o'tdi ketdi. Endi bu odamda amal daftari ham, amal imkoniyati ham yopildi. Hammasi yopib ketdi. Mana siz eshitdingiz bu suhbatni, bir zum sizni tebratdimi, u inson bundan bahra ola olmaydi. O'zgarib nimadir qilib qolishga imkon yo'q endi. Ular shuni bilganda dunyo juda ham amonat, juda tez fursatda tugab qolishi ehtimol juda katta. Shuning uchun ular har bir daqiqasidan foydalanishga harakat qilgan. Dinni bir kun oldin haqiqiy dindor bo'lib yashashga harakat qilgan. Haqiqiy. Bu yumal oyoqsi qilib shunchaki ko'zga qilib kimni aldamoqchi bo'lyapsiz? Kimni aldaydi bu odam? Xudoni o'qitilgan farishtalarni aldab bo'lar ekanmi? Hammasini bir rajja-marajja yozib qo'yadi. Mana shu yerda Yunus ibn Ubaydni ishiga qarasangiz ham savdosi yurib narxi ko'tarilgan narsani aytib keyin sotib oldi. Bu ham bir o'sha yuqorida aytganimiz haqiqiy nima? O'sha nosihlik. Haqiqiy nosihlik ana shu. Endi Imom Muhasibiy davomida aytadilarki, "Va shavir fi amrikallazi yakhshawnallaha." Va shavir va ya'ni mashvarat qil fi amrika shunday ladina, shunday ishingda shunday odamlar bilanki yakhshawnalloha, Allohdan qo'rqqanlar bilan mashvarat qil. Mashvarat degani maslahat ol. Maslahat olish ham shundayda. Xudodan qo'rqqan odam to'g'ri maslahat beradi. Masalan, Allohdan qo'rqmagan odam bitta gapni maslahat so'rasangiz endi akodan qo'rqadi. Akoni qizini so'rayapti. Misolda bittasi kelin qilmoqchisiz. Bilasiz juda xunuk-xulqidor. Bir kishi kelib so'rayapti, akongizni qizini shuna kelin qilmoqchisiz. Maslahatda endi bu. To'g'risini aytsa ako xafa bo'ladi. Yolg'on gapirsa Xudo xafa bo'ladi. Qaysini xafachilikga og'ir tushadi? Shuni tanlash kerak inson. Xudodan qo'rqqan odam akoni xafa bo'lishidan qo'rqmaydi. Chunki u to'g'risini aytish kerak. Yo mendan so'rama deyish kerak. Yo chiqib ketish kerak o'rtadan. Mendan so'rama. Yolg'on gapirishingiz kerak-da, yo zo'r. Mana baxtli bo'ladi. Mana shu omonatdorligi yo'qligidan hozirgi kunda hamma arasi bo'lyapti. Hatto borib bunini eng yaqin odam ham aldagan borib kelin qilib ajrashib ketyapti. To'g'ri kelmayapti. Dididagi chiqmaydi. Nimaga? Ana shu mashvaratda xiyonatchi hamma. Hamma xiyonatchi bir chekkadan. Yolg'on gapiradi. Yarashtirish uchun yolg'on gapirsa bo'lar. Yo'q, o'rtoq, bu yerda bu sen dinni bu yerda aralashtirma. U ikkita bu urushib qolgan odamni deyapti. Bu yerdagi gap bu boshqa narsa. Senga mashvarat qilinyapti, sen to'g'risini ayt. Payg'ambarimiz aytadiki, mustasharun mu'taminun. Mu'tamin degani omonatdor. Mashvarat so'raluvchi omonatdor. Xiyonat qiladi yo xiyonat qilmaydi. Masalan, men hozir jo'rakomdan bir narsa maslahat so'ramsam, bilsalar u omonatga xiyonat qilgan bo'ladilar, yolg'on gapirsalar, agar aldasalar, meni aldagan bo'ladilar. Mana bu xiyonat. Ya'ni aytdilarki, va huwa bil xiyar. Payg'ambarimiz shu hadisda aytib davomida aytadilarki, unda ixtiyor bor, insha'a sakata, xolasa sukut qilsin va insha'a takallama. Xolasa gapirsin, sukut qilishga ham haqqi bor. Lekin o'rtoq, men shunda tok yo'qmi desa, demangda, bu tok bo'lsa, sukut qilishga haqqingiz yo'q. Hasan tars etib o'lib ketsa, siz xiyonat qilgan bo'lasiz.
Sukut deganda bilmagan narsangizga sukut qiling deganlar payg'ambarimiz bu yerda. Sukut bilmaysizmi? Bilmayman deb sukut qiling. Bilganingizda aytish kerak. Bilganni aytishimiz kerak. Bu qat'iy narsa bu. Eng yaqin odamni so'raganda ham to'g'risini aytish kerak. U mashvarat so'rayapti payg'ambarimiz, uni omonatdor deganlar. Sen men dindor bo'lishim kerak. Men haqiqiy Allohning suyukli bandasi bo'lishim kerak. Meni oldimda katta problema mana shu. Qolgani nima ishim bor? U kelin qiladim, boshqa yerda baxtini topardi endi. Akoni qizini o'tkazib olish uchun yolg'on gapirish u bo'lmagan narsa. Mana shu yerda bizda dindorligimiz bo'lmaydi. Mana shu yerda odamlarga xayrixohlik ham yo'q, omonatdorlik ham yo'q bu yerda. Omonatdorlik bu juda nozik narsa. Birovning omonatiga xiyonat qilish bo'ladi bu. Qarang, dinimizga amal qilinsa qandaqa jamiyat juda katta qismi isloh bo'lib ketadi-da bu. To'g'ri. Asosan hozir rahbarlarning ham atrofidagi maslahatchilar ku ko'zini bo'yaydi. Xiyonat qiladi, to'g'risini aytmaydi. Mana bitta korxonada direktor bo'lib ko'ring. Yoki masalan hozir bitta joyda rais bo'lib ko'ring. Atrofingizda maslahatchilar hammasi ko'zingizga bo'yab aylanadi. O'yib aylanadi. Xiyonat qilib aylanadi. Haqiqiy mashvarat bermaydi, to'g'risini aytmaydi. Shunga siz aldanib, gardadash. Chunki keyin o'zingizga yaqin o'g'il deb, qizni, masalan yaqinlaringizdan masalan ba'zi birlarni yoningizga ishonchli joyga ishga olishga to'g'ri keladi. Nimaga? Ishonch qolmagan odamlar shu daraja raftori buzilgan. Buni to'g'rilayotgan narsa din. Nimaga bizni dinimizni egovlash uchun millionlab ajratib terrorizmni bizni dinimiz ichiga olib kirganiga endi fahmingiz yetib turibdi. Ilgari bizni jamiyatlar shunaqa bo'lgani uchun rivojlanib ketib qolgan. Biz ulardan ustun bo'lib, ularni boshiga urib o'tirganmiz. Shuning uchun ular bugun uni xohlamaydi ular oxiratda iymonini yo'qolib qo'yib, dunyoda aziz qiladigan joyini olib, mana bundoq ishlab, xiyonat yo'qda, mana masalan o'sha Yevropaga borsangiz, maslahatni to'g'ri beradi-da. Detsatdan qo'yib, mana shu tarbiya berib kelingan, psixologiyasiga solingan-da u. Biz yoshlikdan tashlab qo'yib katta qilamiz. Xohlaganda yurib katta bo'ladi bizda. U tushuntirmaymiz ham, raftorni ham o'zgartirmaymiz. Qotadigan joyigacha nimani kiritsangiz o'sha qotadi inson. Ilgari men nonni mana shu ikkitalarimni arasiga qo'yib yerdim. Men endi juda kichkina 3 yasharni 4 yashar eslayman. Ocham, bu qo'l yirilib ketadi, sinadi degan. Hozir ham roqsa qo'rqib ketaman-da. O'sha vaqtlarda singdirilgan har bir gap inson tabiatiga pechat bo'ladi. Biz qilmaymiz u ishni. Bizga nima bo'lsa, pul topsin, katta yesin, ichsin, yog'i bir gap bo'ladi. Mana shu bizni noto'g'ri holimizni noto'g'riligi. Dindorlikni to'g'ri tushunmasligimizdan mana shu. Dunyoviymi, diniymi biror narsadan maslahat so'ralganda bor gapni aytish kerak. Bor gapni. Endi bilmasa unga sukut qilsa mayli. Bitta masala shu. So'ralmish omonatdor hisoblanadi degan. Yuqorida aytdik buni. Masalan, bu so'z hayotga tatbiq qilinsa, hayot yashnaydi. Payg'ambarimiz mana shu so'zlari bor-ku. So'ralmish omonatdordir. Mas'uliyatini tushunsa odam, bu namozlar ijtimo qila olmay qolishini, agar omonatga xiyonat qilib dindorlikdan chiqib ketsak, bu ruhdan chiqib ketsak, bizni bu amallar hech nima qila olmasligini bilsak agar, biz jiddiy jahd bilan to'g'risini aytamiz. O'zimni men aloga tushib ketishim kerak. Menda aqonda qizimni tarbiyalasin-da bo'lsa. Hatto chiqardi o'ziga yarasha. To'g'risini aytadi qo'yadi. Tap bitkazib. Qo'rqmaydi. Ya endi yetib borib qarindoshchilik uzilib, aka-uka xafachilik bo'lib qolishdan istihola qilsa, endi mendan so'ramang. Bo'ldi, shundan tushunib oladi o'zi. Hali uncha hindoq dedi deb hammaga gap tarqamaydi-da. So'rama dedimi, bo'ldi. Demak, agar yaxshi bo'lganda bir narsa deydi, sekin bu ham ketadi. Bo'ldi, tamom, tushundim deydi. Yaxshi bo'lganda to'g'risini aytardi deydi. Ko'proq bugungi kunda kelin qilib attang deyishlarimiz mana shundan. Mana shu omonatdarsizlik yo'q. Eng yaqin odamingiz ham aldaydi. O'zini chekarga mayni qo'shni, taqovatcha bir kun keyin gap chiqib qolsa, bular og'zida gap turmaydi. Bu
Xalqdan qo'rqyapti, Xudodan qo'rqmay yolg'on gapiryapti. Xalqdan, shuning uchun aytibdi, Xudodan qo'rqqandan so'ra, xalqdan qo'rqqandan so'ra deganlar yo'q. Bizda hozir nabarot, xalqdan qo'rqqandan so'ra bo'lyapti. U to'g'risini aytar ekan. Xudodan qo'rqqan odam to'g'ri gapiradi. Men uni kallasini olib tashlasa ham. Holiku boshqa-ku. Mana din aslida nima u? Din aslida tagi o'zi nima u? Mana shundan muvozanatlar buzilgan. Masalan, korxonalar jar yoqasiga yetib qolgan. Bunaga atrofidagi ishchilar hammasi ko'zbo'yi aylanadi. To'g'ri maslahat bermaydi. Bilganini xato aytib aldashib navora rahbar. Mahundan tanazzul bo'ladi. Bu juda og'ir holatga keladi. Mana shu din qanchalik muhimligini biz mana shularni o'rganganda bilishimiz kerak. Bu muhim narsa. Bu insonni inson qilib tarbiyalayotgan narsa va haqiqatda balodan qutqaradi, balodan dunyoda ham, oxiratda ham. Bugun aksar odamlarda ana shu omonatdorlik yo'q bo'lgani uchun ham jamiyat fasodga yuz tutgan, aksar fasodga ketyapti. Ajralishlar ko'p, xotin qo'yishlar, yetimlar sarson. Nimani ketdan shu? Ana shu omonatdorchilik yo'qligidan. O'sha to'g'ri aytsa, o'sha hamma teng-tengini topib tinchlanadi. Ancha hayot tempi ko'tariladi. Shuning uchun ham Allohdan qo'rqqandan maslahat so'radilar. Allohdan qo'rqmaganga farqi yo'q. U o'zgaruvchan bo'ladi. To'g'ri gapni ham aytaveradi, to'g'ri gapni aytmaydi ham. Masalan, bir kishi so'rabdi, "Men shuni yesam bilmasam?" Biladi, o'sha kasallik bor shu. Yesa bo'lmaydi, bilmasam deydi. Menga nima deydi? Yeb olmaydimi deydi. Mana bu omonatdorchilik yo'q. Bu odam ham emas-da bu. Agar sizga shuni qilsa, bilmadim nima qilasiz. Xudodan qo'rqqan odam to'g'risini aytish kerak. Masalan, Allohning nazarini ustida his qilgan odamgina bu narsani doim tikka gapiradi. Ming achchiq bo'lsa ham. Bu ochiq ko'rinib turgan narsa bu. Lupa bilan qidirish shart emas. Masalan, Xudodan qo'rqqanni qayerdan topamiz deyish mumkin-da. Maslahat so'ramoqchi bo'lsam, Xudodan qo'rqqanni qayerdan bilaman? Xudodan qo'rqqan o'zi tashqaridan ko'rinib turadi. 5 vaqt namozga tirishadi. G'iybat qilmaydi. 4 ta o'tirib bular qarang, g'iybatga qo'shilmaydi. Ko'zini xotinlarga qarang, qaramaydi. Nimadan qilyapti? Xudodan qo'rqqanida. Mana shundan bilib olsangiz ishab bo'laveradi. Uni albatta lupa olib tepaga chiqish kerak yo'q. Xudodan qo'rqqanni topish oson narsa bu. Endi o'sha to'g'ri dinni yaxshi bilsa, o'sha Xudodan qo'rqqan terib amal qilib yurgan bo'lsa, u ham agar omonatdorlik bu hadisdan bexabar bo'lsa, mana bu odamlarga nosixligi bo'lmagan darajadagi dinda masalan kamoloti yo'q odam bo'lsa aldaveradi u. Bizda hozir dindorlarimiz hammasi pashti shundoq. Tikka aldab o'tiraveradi, yolg'on gapirib o'tiraveradi. Mana shundan Xudodan qo'rqish kerak, shundan ehtiyot bo'lish kerak. Keyin Xudoning so'zini keltiribdilar bu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Qolallohu azza va jalla innama yaxshalloha min ibadihil ulama'u. Allohdan olim bandalarigina qo'rqadi. Ko'ringiz, mana buni hozir olim deb nima aytadi? Mana shu gaplarni bilgandi. Bilgandan keyin o'sha amal qiladimi? Amal qilsa olim bo'ladi-da, amal qilmasa u sharqshunos bo'lib qoladi. Sharqshunoslarda ham bizdan zo'r ilmi bor, lekin amal qilmaydi. Bu g'ayri din. Uni olim deb bo'ladimi shuni? Yo'q. Uni bilishni o'zi yetmaydi-da, amal qilsa keyin u olim bo'ladi. Ana shulardan so'rang deyapti. Va qala nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ad-dinu nasiha. Din nasihatdir. Yuqorida aytdik. Nasihat Alloh taolaga, payg'ambariga, kitobiga, rahbarlarga, podsholarga va omma musulmonga, hammaga bir chekkadan. U adashgan firqada bo'ladimi, boshqada bo'ladimi, biz shuni qaytish tarafdor bo'lishimiz kerak-da. Mana shuni to'g'ri yo'l topish tarafdor bo'lishimiz kerak. Duo qilishimiz kerak haqqiga. La'natlab yuravermay.
Shunda u ad-dinu nasihaga amal qilayotgan odam bo'lamiz. Masalan, prezidentimiz haqida bir bo'lmayur gapni eshitdingizmi, og'ziga urib, o'sha xayrixohligingiz bo'lsa agar bizni podshomizga nisbatan og'ziga urasiz, hech bo'lmasa gap bilan qayirib tashlaysiz. Biz xayrixoh bo'lishimiz kerak podsholarimizga. Bizni din shunga o'rgatadi. Din. Dindorlik mana shu. Hukmdorlarga qarshi mana qo'zg'atib odamlar qo'zg'atib butun jamiyatni fasod qilayotganlar bor mana bugungi kunda mana Eronda bo'lyapti shu narsa. Hukumatga qarshi yoki masalan boshqa joyda ham musulmonlar to'g'ri boshqa yo'llar bilan ular masalan ba'zi bir narsalar hal qilish kerak. Bu hammasi fasodga olib boradi, olib boradigan joyi fasod. Shuning uchun rahbarlarga xayrixoh bo'lsin deganlari musulmon jamiyatlari o'yinchoq bo'lib qolmasin, parokanda bo'lmasin. Bir necha yilga o'tiradi endi ular. Bir necha yilga orqaga ketadi. O'zini jamiyatini o'zi yana qulatadi. Bu nimaning orqasidan bo'ladi? O'sha rahbarga nisbatan nosihlik yo'q. Xayrixohlik yo'q podshoga nisbatan. Podshoga nisbatan xayrixohligi yo'q odamda dini ham komil emas. Kamoloti yo'q. Mana shu narsalarni ham biz to'liq bilishimiz kerak. Imom Ibn Javziy o'z davrlarida xalifa Mustazibillahga shunday nasihat qilgan ekanlar. Xalifa Harun ar-Rashidga Cho'bon Shabonni so'zini, nasihatini qilaman sizga. Ey mu'minlarning amiri, agar gapirmay desam sizdan qo'rqaman, gapiray desam sizdan qo'rqaman, gapirmay desam sizga qo'rqaman. Sizga bir narsa bo'lishidan qo'rqaman. Sizdan bo'lgan qo'rquvimdan sizga bo'lgan qo'rquvim muqaddam oldinroq, ustunroq. Shuning uchun endi gapiraman endi. Shu uchun gapiramanki, sizga bir nasihatgo'y odamni Allohdan qo'rq degani, ey ahli bayt, sizlarda gunoh yo'q, kechirilganlarsiz degandan afzal dedilar. Shu vaqtda endi bu Abbosiylardan payg'ambarimizning avlodlaridan bo'lgani uchun ahli bayt ba'zilar patxot ham qilib turganda, sizlar kechirilgan odamlarsizlar deb xalifaga kelib patxot. Undan Xudodan qo'rq degan afzal siz uchun yaqinroq haqdagi aytganga. Sizga yaxshilik sog'ingan odam u. U patxot qilayotgan odam u ichi buzuq uni. Sizdan nimadir o'ndirsa bo'ladi, yonib ketmaysiz bunga. Shuning uchun u aybingizni ham aytmaydi. Ilgaridan ana shundoq nimalarga to'g'ri tushuntiruvchilar bo'lgan. Imkoniyati bo'lganlarning mas'uliyati u. Siz bizga tushib qolgan yo'q, podsholardan orqasidan ig'vo qilib, masalan, jam bo'lib olib, ishtashlash qilish, boshqa qilish u bizga tushib qolgan narsa emas. O'zini mas'ullari qiyomatda ham so'raladi, bu dunyoda ham so'raladi. Mas'uliyatli odamlar bor. Bu narsani gapirib tushuntirish kerak bo'lsa. Shuning uchun mana shu narsalarni bilgan holatda amal qilib berishimiz kerak. Amal qilib bermagunimizcha biz natijaga erisha olmaymiz. Menimcha endi qizil chiroqlar yonishni boshladi, kosachalar to'ldi, toshadi. Bu masalada gap ko'p edi, yana misollar ko'p. Keyingi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Amin. Allohim bizlarni ad-dinu nasihaga amal qiluvchilardan qil Allohim. Qalblarimizni isloh qiluvchilardan, haqiqiy dindor bo'lib, oilalarimizni haqiqiy dindor bo'lib, mahsharda go'zal yuzli jamoat bilan turishlikni, o'sha salaf solihlarni safida turishlikni bizlarga nasib ayla. Fitnalardan, dajjoliy fitnalardan, oxir zamon fitnalaridan yurtimizni, bizni saqla. Bi rahmatika arhamar rohim.